Chempionlar Ligasi rekordchilari Real Madrid yirik hisobda mag'lub bo'layapti. Arsenal o'z uyida dahshatli gollar urib, aralash tarkib bo'lishiga qaramasdan, muammolarga qaramasdan xarakter ko'rsatib g'alaba qozonyapti. Declan Rice o'yin qahramoni Edegor sobiq jamoasiga qarshi yaxshi o'ynadi. Arsenal markazni egalladi. Arsenal Realning himoya va yarim himoyasini uzib qo'ydi o'rtasida va tabiiyki yarim himoya keyin hujumga yordam bera olmay qoldi. Arsenal tepa pressing ishlatdi. Shuningdek, himoyachilar o'z pozitsiyalarini o'zgartirib, bo'sh zonalarni yopib tashlashdi. Xo'p, ko'pchilikda endi savol, Real remontada qila oladimi yoki qila olmaydimi? Agar bugungi o'yindan xulosa qilsak, bu Arsenal juda kuchli, lekin Bernabeuda o'yin boshqacha kechishi ham mumkin. Intriga hali ham bor. Arsenal muxlislarini esa tabriklaymiz. Bugun har xil so'rovnomalarga ko'zim tushdi. To'g'ri, Arsenalning g'alabasini taxmin qilganlar ham bo'ldi, lekin yirik g'alabani taxmin qilgan jurnalist yo bloger yo muxlisni ko'rmadim bugun. Mana uchrashuv statistikasi. Endi raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Arsenal futbolchilari ko'proq yugurishdi. 4tasi yuqori pozitsiyada mana. Real jismonan yo funksional tayyor emasmidi? To'liq mana shu temp bo'yicha Arsenalga yutqazdi. Hisob bo'yicha o'z-o'zidan, lekin temp bo'yicha ham paslar aniqligi, soni, ko'p yugurish, bo'sh zonalarni to'ldirish bo'yicha boya aytdim bu haqda. Arsenal rostdan ham yaxshiroq o'ynadi. Va bu yuqoridagi aksariyat fikrlar ikkinchi taymga tegishli, chunki birinchi bo'limda Arsenal bitta xatosi evaziga Real ancha vaziyatlar yuzaga keltirdi. Ikkinchi bo'limda umuman o'zgarib ketdi o'yin. Real qo'shish kerak edi, lekin Arsenal qo'shdi. Mikel Arteta ikkinchi taym uchun uy vazifasini 100% muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ancelotti esa qandaydir chorasizdek ko'rindi ikkinchi bo'limda. Mana endi Carloning o'sha o'yinlarda burilish yasash qobiliyatini biz javob o'yinida ko'rishimiz mumkin. Aytayapman, hali ham intriga bor. Va bu yuqoridagi aksariyat fikrlar ikkinchi taymga tegishli, chunki birinchi bo'limda Arsenal bitta xatosi evaziga Real ancha vaziyatlar yuzaga keltirdi. Ikkinchi bo'limda umuman o'zgarib ketdi o'yin. Real qo'shish kerak edi, lekin Arsenal qo'shdi. Mikel Arteta ikkinchi taym uchun uy vazifasini 100% muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ancelotti esa qandaydir chorasizdek ko'rindi ikkinchi bo'limda. Mana endi Carloning o'sha o'yinlarda burilish yasash qobiliyatini biz javob o'yinida ko'rishimiz mumkin. Aytayapman, hali ham intriga bor. Do'stlar, hozir Click TV uchun sharhlab o'tiribman va naryoqda Emiratesda bo'lgan voqealar meni chalg'itdi. Juda chalg'itdi. Declan Rice nimalar qildi? Courtois ham rosa qaytaribdi, lekin Declan Rice qanaqa zargarona gollar kiritdi. Va bilasizmi, hamma aylantirdi, hamma ko'rdi. O'sha paytda rejissyorlar ham topib turib Roberto Carlosni ko'rsatishyapti. Roberto Carlos ham bir o'yinda ikkita zarbani, jarima zarbasini ikkita golga aylantirmagandir. Bo'lib ham Courtois darvozasiga kirityapti. Umumiy statistikaga qarab chiqdim. Misol uchun 3-0 hisobi o'zi o'yinga loyiq. O'yinga loyiq. Arsenal muxlislari hazillashibdi-yu, Tottenham oq libosda o'ynaydi-yu. Tottenham futbolchilari menimcha Realning libosini kiyib olib o'ynashyapti degan ma'noda. Qoyil Arsenalni tabriklaymiz va tabiiyki Internatsionalini